Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor assalomu alaykum. Shukrlarga tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Payg'ambar yoshlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Qolaversa barchani bugungi bayram bilan tabriklab qolamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kelasi yil ham, yanagi yil ham Xudo xolasa shu bayramda yaqinlaringiz bo'lsa yana bir bor. Bugun sizni xursandchiligingizga sherik bo'lish uchun, xursandchiligingizni ko'rish uchun sizni Oysha akamiz, Rohatjon akamiz, Fatima akalarimiz nomidan va farzandlaringiz Asrorbek, Doniyorbek og'alarimiz nomidan shunday sovg'alar uyushtirildi. Qabul qilib olasiz. Ilohim shularning baxtini hamisha sog'-omon bo'lib yurgaysiz. Onajonimiz uchun bir qarsaklar bo'lsin endi. Qani? Shukrlarga hammasi sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun, hammasi sizni, ya'ni shu bugungacha shu farzandlaringizga bir yoqlarida turib, ya'ni qo'llab-quvvatlab, duoda bo'lib turganingiz uchun hammasini kattadan katta rahmat aytamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Shu yerga kelganlar siz uchun kalson chiroyli tilaklarni eshitamiz. Kimda dilida tilaklari bo'lsa, onajonimiz uchun bildirib qo'yishlari mumkin. Kimda bor? Oysha akamiz bormi? Uzoq umrga tileyman. Ilohim baxtli bo'lg'aysin. Shu bolalarimiz baxtini, hamma shu 8 martlarda ko'pini ko'rib ochilib yurgaysiz. Aqtiqlarimiz baxtini, shu aqtiqlarni uylantirib o'tirgan vaqtimdan shunday gullar ko'rib o'tirasiz. Shulardan uylantirib hamma sog'-salomat yurgaysiz. Bizlar baxtimizda. Rahmat. Qani bir qarsaklar bilan. Apam o'rnimda umri uzoq bo'lmay turib yashamak doim bizlar baxtimizda. Ben şu aqtiqlarni, bolalarni baxtini ko'rib o'tirgay. Bunday 8 martlarda Xudoy necha yillar, necha oylar kutib olish nasib etib o'tirgay Xudoy. Hammamizga bir kelibdi. Rahmat. Bugün şu etkem tug'an kun ekan, shu etkama uzoq umr tilayman. Hamisha sog' salomat bo'lib yursin. Hamma xotin-qizlarni 8 mart bilan tabriklayman. Xudoyim shunday 8 martlarni ko'plarini ko'rib o'rgatsin. Xudoyim shu etkamam, shu aqtig'i dildora, e'zoza bor, shularni chiqarib, Eldarbekni uylantirib o'tirgandan Xudoyim hamma sog' salomat bo'lib yurgay. Rahmat. Yana bormi tilaklar? Bemalol bildirishlaringiz mumkin. Hammasi o'z-o'zlaringiz.
Şükürcan etkimin tuğman günü bilen tebrikliyim. Uzak ömür dileyim. Sağlık dileyim. Şu ballarını, aktıklarını, rahmetlerini kurgutmuş necil etsin. 8. Mart beyremi bilen bir teyarlarımız için kalbimden tebrikliyim. Sağlık, salametlik dileyim. Ömürleri uzak olsun. İyi rahmat. Var mı yine tilekler? Bahramar? 8 Mart günü hem tebriklemen hatun kızlardı. Erken tuğlan günü eken, ömür uzak olsun. Atış olan toylanlara baş olsun. Hemen toylanlar. İyi rahmat. Oldu mu şunlar tilekler? Oldu gel. Şu etkemni yaxshi günü. Xotin qizlar bayram ekan, etkemni asayim. Yaxshi kunlarga ko'p bo'lsin. Bizning baxtimizda sog' bo'lsin. Hamma bizning yanimizda sog' salomat o'ynab kelib, hoji momo bo'lib o'tirish nasib etsin. İyi rahmat. Endi shu yerda farzandingizdan, Asrobek og'amizdan shu bugungacha onajonimiz uchun aytib bilmagan dilingizdagi gaplaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishingiz mumkin. Şu apama ömür uzak olsun yani. Şu hemme atlarına bilen toylarını görüp otursun. Yine ömür uzak olsun. Yani baktığımızda toylarını hemmesini baksına bir makkanın ilayim şu hacı mama oturdu. İyi rahmat. Oldu mu? Gelini bak gelin yapacağız. Qani bildirib qo'yamiz tilaklarni. Albatta sizni bu yerga kelishingizda gelin emas, qiz sifatida qabul qilinglar. Chiroyli tilaklarni bildirib qo'yamiz. Sog' salomatlik tilayman. Bu she'rni o'zlarimiz aytamiz. Onajonimiz uchun chiroyli tabriklarimiz va qabul qilib olasiz farzandlaringiz tomonidan. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona, har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxlolmaysiz hech, ming bor o'ynab kulolmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech, sizni yaxshi ko'raman ona. O'nta bo'lsa o'rni bor deysiz, har kun tashvish g'amimni yeysiz. Siz yo'q dunyo men uchun nursiz, sizni yaxshi ko'raman ona. Boshimga ish tushganda agar duo qilib qo'llaysiz har gal, yo'qlay deyman kunda bir mahal, sizni yaxshi ko'raman ona. Bo'ling deyman yonimda har dam, siz bor qadamim shaxtam, har so'zingiz ko'nglimga malham, sizni yaxshi ko'raman ona. Qalbimdagi baxtga sababchi, jo'sh urib turgan shaxtimga sababchi, shu on va shu baxtimga sababchi, sizni yaxshi ko'raman ona. O'zim xizmat qilay siz uchun, duo qilgan shirin so'zingiz uchun, boqqan ikki o'tli so'z uchun, sizni yaxshi ko'raman ona. Tabrikimiz yana bir bor, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim shu kelasi yil farzandlaringiz bilan birgalikda, yaqinlaringiz bilan birgalikda umra safarlarini yo'llanma bilan gelish nasib etsin. Tabriklaymiz.